Hurmatli pedagoglar, bugungi biz o'rganadigan trening o'yinimiz bu qog'oz koptokchalar mashq deb ataladi. Bu asosan kimlar uchun desa, 7 qo'l yoshli bolalarni o'zining salbiy emotsiyalarini ifodalay olish va bildira olish va ichidagi salbiy energiyani chiqarib tashlash uchun qo'llaniladigan metod hisoblanadi. Buning uchun nima qilish kerak? Har bitta o'quvchi qog'ozdan 3 donadan qo'ysa yaxshi, 3 donadan koptokcha qoladi. Hammaga buyuramiz koptokcha qolishini. Va koptokchalar tayyor bo'lgandan keyin biz sinfimiz o'quvchilarini ikki tomonga ikki qator bo'lishlarini so'raymiz va ro'parada turgan raqamlariga nima qilish kerak? Koptokchalarni uloqtirishlari kerak. Imkon darajasida ko'proq, ya'ni misol uchun menga koptokchalarni menga uloqtirishdi, menga tegdi, bular tushdi. Men nima qilaman? Bularni olib yana qaytadan raqib komandamizga, jamoamizga nima qilishim kerak? Uloqtirishim kerak ular. Bu jarayonda ikkita jamoani o'rtadagi masofasi 4 metr bo'lishi kerak. Nimaga? Bolaga o'zi qog'oz bu yumshoq narsa, lekin shunday bo'lsa yana nima bo'lishi kerak? Qattiq tegmasligi uchun. Yosh bolalar bir-biriga qattiq tegmasligi uchun shu 4 metr masofadan otishda maqsadga muvofiq bo'ladi. Hop, boshlaymiz deganda hamma bir-biriga otadi, ko'pchilik qayta-qayta otadi va to'xtang degan buyruqni eshitganda bolalar to'xtaydi. Va shunda biz qaysi jamoa tomonidan kamroq koptokchalar qolgan bo'lsa, shu jamoani g'olib deb topamiz. Asosiy yana bir marta aytaman, bundan maqsadimiz hech qanday ta'limiy didaktik emas, emotsional. Odamimizda yashiringan g'azablari bor, alamlari bor. Shu narsani chiqib ketish uchun nima qilish kerak? O'zini raqib jamoasini yaxshilab qorbo'rab qilish kerak qog'oz bilan. Demak, hozir bajarib ko'ramiz birgalikda. Tayyormisizlar? 1, 2, 3. Hop, qani koptokchalarimiz mana ikkala jamoadan 25 ta. Bu tomonda men uchun ko'proq, ha? Nechta ekan? 44 ta, 25 ta. Demak, bu jamoa g'olib hisoblanadi.